Amerikani o'z olgan demokratik davlatlar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, jumladan Uyg'ur tashkilotlari Taylandni Uyg'urlarni majburiy Xitoyga qaytarmaslikka chaqirgan bo'lsa-mu, lekin Tayland hukumatining 27 fevral kuni 40 nafar Uyg'urni Xitoyga maxfiy qaytarib berganligi oshkor bo'ldi. Mutaxassislar Taylandning Xitoy bilan bo'lgan cho'nqur iqtisodiy, siyosiy munosabati va Xitoyning Taylanddagi kunsiri yashayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ta'sir tufaylidan bu fojianing o'tirib chiqqanligini ilgari surmoqda. Shuning bilan bir vaqtda ular Taylandning hozir Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarga sherik ekanligini ko'rsatmoqda. Tayland hukumatining 27 fevral kuni qattiq qarshiliklarga qaramay 40 nafar Uyg'urni Xitoyga maxfiy qaytarib berishi muhojiratdagi Uyg'urlar, kishilik huquq tashkilotlari va Amerika hukumatini o'z olgan bir qism demokratik davlatlarning kuchli norozilik va ayblashiga uchraganligi ma'lum. Yevropa Ittifoqi Tashqi ishlar komissariyati 27 fevral e'lon qilgan bayonotida Taylandning 40 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib berishi Taylandning BDT kishilik huquq kengashining a'zosi bo'lish sifatida davlat va xalqaro qonun bo'yicha ustiga olgan majburiyatiga xiloflik qilganligini ko'rsatib berdi deyilgan. Amerika tashqi ishlar ministri Marko Rubio 27 fevral bayonot e'lon qilib, Taylandning az deganda 40 nafar Uyg'urni Xitoyga majburiy qaytarishni mumkin bo'lgan eng qattiq iboralar bilan ayblaydiganligini aytgan. O'xshash vaqtda yana Angliya tashqi ishlar ministri David Lammy, Kanada tashqi ishlar ministri Melanie Joly, Avstraliya tashqi ishlar ministri Penny Wong qatorliqlar bayonot e'lon qilib, Taylandning 40 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarishiga kuchli ravishda qarshi ekanligini bildirib, Tayland hukumatini ayblagan edi. Bu yilning 5-ida 48 Uyg'urning Xitoyga qaytarilganligi xabari chiqqandan keyin Amerikani o'z olgan demokratik davlatlar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, jumladan Uyg'ur tashkilotlari zo'r tirishchiliklarni ko'rsatib, Tayland hukumatini Uyg'urlarni majburiy Xitoyga qaytarmaslikka chaqiriq qilib, besim qilgan edi. Ammo Tayland bosh ministri Paetong Tarn Shinawatra Xitoyni ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin Tayland hukumati xalqaroning besimga qaramay 40 nafar Uyg'urni Xitoyga majbur qaytarib berdi. Bundaqda Amerikani o'z olgan demokratik davlatlar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, jumladan Uyg'ur tashkilotlarining Uyg'urlarni majburiy Xitoyga qaytarmaslikka chaqirgan bo'lsa-mu, nima uchun Tayland hukumati 40 nafar Uyg'urni Xitoyga majbur qaytarib berdi? Bu nimadan derak berdi? Amerikadagi siyosiy analistchi Gordon Chang savolimga javob berib, mundaq dedi. It's clear that the Uyghurs are going back to concentration camps. They probably will be tortured. Perhaps they will be killed. Everybody knows. Taylandning Uyg'urlarni chegaradan qo'llab chiqarishi Xitoyning Taylandning kontrol qilganligini ko'rsatib berdi. Bu hozir Taylandning Amerika Qo'shma Shtatlariga qaraganda Xitoyga bakrak yaqinligining ehtimolligining yo'qligini ko'rsatdi. Taylandning Uyg'urlarni chegaradan qo'llab chiqarishi Taylandning hozir Xitoyga qarab yuzlanayotganligini, ya'ni Xitoyga yaqinlashayotganligini bildirdi. Chunki Tayland yo'lsiz va qo'rqinchli bir ishni qilyapti. Tayland hukumatining bunday qilishi uning aniqla Xitoyning tarafida ekanligini ifodalaydi. Therefore, the Thai government is complicit in what China is doing, and so we must condemn it for its unjustifiable action. Amerika tashqi ishlar ministri Marko Rubio bayonotida Amerikaning uzun yillik ittifoqdoshi bo'lish sifatidagi Taylandning bu harakatidan andishlandik. Bu Taylandning BDT tan jazosini cheklash ahdnomasi va xalqaro majburiy g'oyib qilishdan xoli bo'lish ahdnomasida ustiga olgan majburiyatlarga xiloflik qilish xavfini shakllantirmoqda degan edi. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazi strategiya va xavfsizlik mutaxassisi Dr. Raymonko Taylandning 40 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarishi Tayland Amerika munosabati va Tayland Xitoy munosabati haqida ko'z qarashlarini sharhlab mundaq dedi. It's obviously not great when there are credible human rights abuses and accusations of human rights abuses, and it's not great when you're sending people back to those. Kishilik huquq defsanchiligi bilan ayblangan yerga Uyg'urlarni qaytarish yaxshi ish emas. Kishilarni shu muhitga qaytarish yaxshi emas. Taylandning Xitoy bilan iqtisodiy va ijtimoiy aloqasi bor. Taylandning Amerika bilan bexatarlik kelishimi bor. Tayland Amerikaning davlat bexatarlik bo'yicha sheriki. Ular orasida o'zaro o'rtaq mudofaa shartnomasi bor.
The U.S. has a security agreement with Thailand. It's a national security partner, a mutual defense treaty. Dr. Raymonko yana mundaq dedi. Having to think about how do we make this trade-off? Do we focus on security issues or do we focus on economic and trade and social issues? They made their choice, unfortunately. Even though it has a defense. Hozir biz bexatarlik masalasiga ahamiyat beramdik yoki iqtisodiy, savdo va ijtimoiy masalalarga ahamiyat beramdik degan masalalar o'tirib chiqdi. Ammo oxirida ular, ya'ni Tayland iqtisodiy, savdo va ijtimoiy masalalarga ahamiyat berishni tanladi. Garchi Taylandning Amerika bilan mudofaa kelishimi bo'lsa-mu, lekin bu munosabat faqat xatardan qo'g'dinish rolini o'ynagan edi. Tayland Xitoyni chetga qeqishni xohlamaydi, chunki ularning Xitoyga qarata bexatarlik andishasi bor. Shundaqla Xitoy bilan cho'nqur iqtisodiy, siyosiy munosabatim bor. Shunga ular ham Amerikani va Xitoyni xo'shal qilishga tirishyapti. Ular tanlashga majburlanganda Xitoy tarafga texim moyil bo'lgandek qildi. I wouldn't say quite have it both ways, but make sure that China's happy, make sure the United States is happy. And when forced into a choice like this, it seems like they're leaning a bit more towards the Chinese side. Xitoyning qisqacha tunishtirish jurnaliga asoslaganda, Xitoy Taylandning eng cho'ng savdo sheriki bo'lib, Tayland bo'lsa Xitoyning Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqidagi 3-cho'ng savdo sheriki ekan. 2023-yili ikki taraflik savdo sommasi 126 milliard 280 million dollarga yetgan. Xitoy Taylandning dehqonchilik mahsulotlarining asosli eksport bozori bo'lib, Tayland dehqonchilik eksportining 40%ni ko'pragini Xitoyga eksport qildi ekan. Yer shari vaqt gazetiga asoslaganda, Xitoy 2023-yili va 2024-yili Taylandning eng cho'ng tashqi mablag' salg'uvchisiga aylangan. Gordon Chang Taylandning hozir Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarga sherik ekanligini ilgari surib mundaq dedi. For Thailand to deport the Uyghurs shows that Beijing dominates Thailand. And yes, it's probably a lot closer to China than it is to the United States at this moment. Taylandning Xitoy qaytarilgan Uyg'urlarning jazo lagerlariga qaytarilganligini, ular qiyin qisloqqa yo'linishi, balkim o'ldirilishi mumkin. Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va boshqa insoniyatga qarshi jinoyatlarni qilayotganligini hammalar biladi. Tayland Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish, ya'ni Uyg'urlarni chegirdan qo'llab chiqish orqali Xitoyning bu dahshatli jinoyatlariga yordam qilmoqda. Shunlashqa Tayland hukumati Xitoyning qilayotgan ishlariga sherik. Shunga biz uning yo'lsiz harakati uchun uni ayblashimiz kerak. Because it is doing something which is unjustified, something which is horrific. And for the Thai government to do that, it shows that it clearly is in Beijing's camp at this moment. Qadrli radio anglag'uvchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi.